Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Həftəlik xəbərlər proqramını görüb atsızlar. Məzkur proqramımızda radiomuzda verilən ötən bir həftə jarayonidagi Uyğurlarga aloqadar mühim vaqealardan məlumat berimiz. Mən Erkin. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Uyghur Soft'un qurğucusu Şinjan Universitetining matematik fakulteti o'qituvchisi Olim Ahad 2018 yili yozdan buyon yo'qolib ketgan. Uning ismi matematik fakultetining tor betidagi o'qituvchilar qo'shini tizimligidan o'chirib etilgan. Biz mazkur fakultetga telefon qilganimizda telefonimizni olgan bir Xitoy xodim Olim Ahadning navbatda xizmat o'rnida yo'q ekanligini bildirdi. Olim Ahad 1998 yil 6-oyda Amerikadagi Microsoft şirkati bilan hamkorlashib, Uyg'ur diyorida tunji Uyg'urcha, qozoqcha va qirg'izcha yumshoq detal shirkatini qurgan ekan. Məşhur lager surati, yəni Lopnaylik tərbiyələş mərkəzinin yığın meydanından tartılған suratdagi 5-ci rətdə olturğan tutqunlardan birinin Lopnaylik əmgək sug'urta idorasining şoförü Abdul Aziz ekanligi oshkorlandi. Muxbirimizning telefonini qabul qilgan mazkur idoradagi aloqador bir xodim şoför Abdul Azizning lagerga akitilgandan keyin xizmatdan aylanganligini dalilladi. 3-ci rətdə olturğan kishilardan birining bo'lsa Qaştishi sodagiri Denizat ili Axun qari ekanligi oshkorlandi. Mashhur lager suratidagi bir qism kishilarning haqiqiy ahvolining oydinlashishi Xitoy hukumatining lagerlar haqidagi tashviqotining soxtaligini yana bir qatim isbotlaydi ekan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 29 aprel e'lon qilgan yillik dokladida Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonida diniy erkinlikni qattiq dafsanda qilayotganligi tanqid qilindi. Bu yillik dokladning muqovasiga berilgan 4 parcha foto suratga birdek Uyg'urlar haqidagi tema tanlandi. Dokladning e'lon qilinishi murosimi uchun tanlangan e'lonlarga Uyg'urlar haqidagi suratlar ishlatilgan. Dokladda Amerika hukumati Uyg'urlar duch kelayotgan diniy ziyonkashlikni ijro qiluvchi Xitoy amaldorlariga, jumladan Uyg'ur Abtonom rayonlik kommunistik partiya komiteti sekretari Chen Chuangoga yer shari magnitskiy qonuni bo'yicha jazo qo'llanishga yana bir qatim kuchlik da'vat qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 30 aprel kuni Washingtondagi bir savdo tashkilotida nutq so'zlaganda Amerika shirkatlarini Uyg'ur rayonida tijorat faoliyatlarida bo'lmaslikka chaqirgan. U Uyg'ur Abtonom rayonining hozirgi vaziyatini natsistlar Germaniyasining 1930 yillardagi zo'ravonlikqa selishtirib, mazkur rayonda og'ir kishilik huquq dafsandichiligi yuz berayotganligini bildirgan. Mike Pompeo 26 aprel kuni Qozog'iston Davlat xavfsizlik komitetining sekretari Karim Masumov bilan Washingtonda ko'rishganda Uyg'ur elidagi lagerlar masalasini tilga olgan edi. Ammo Pompeoning so'ziga Masumovning qanday inkos qaytarganligi ma'lum emas. Xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkiloti 2 may kuni e'lon qilgan dokladida ko'rsatishicha, Xitoy hukumati Uyg'ur elida yo'lga qo'yayotgan nazorat sistemasi nihoyat keng ko'lamli ekan. Doklad ko'rsatilishicha, Xitoy soqchilari rayondagi Uyg'urlarni nazorat qilishda odam kuchi ishlatishdan olqib, Yanfon applari orqali avtomatik nazorat qilish mexanizmini ishga oshirgan. Bu app bir gavdalashgan birlashma urush usuliga bo'lib, avtomatik holda shaxslarga doir barliq uchurlarni to'playdi ekan. Va bu asosda xavfli kishilarga belgi qo'yib mangdi ekan. Bosh shtab bo'lsa, mushu uchurga asosan kimni tutqun qilishni qaror qildi ekan. Doklad e'lon qilingandan keyin bu zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi siyosat planlash bo'limining direktori Keron Skinner dushanba kuni Washingtondagi bir xavfsizlik munbiri yig'inida so'z qilganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyga qarata madaniyatlar to'qinishi ideyasi asosida yangi boshdan strategiya turg'izib chiqayotganligini, buning Amerika tarixida ko'rilib boqmagan bir ish ekanligini bayon qilgan. Skinner so'zida yana hozir Xitoyni eng asosliq va uzun muddatli tahdid deb qaraydiganligini eskartib, Amerika hukumati Xitoyga keng ko'lamda taqobil turishning yo'llarini izlayotdi. Amerika Xitoy orasidagi masala faqat tijorat masalasi emas degan. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar.